bizni kuzatuvchilar hozir mana Asakada logistika markazi qurilgan. Hozir kamera qo'ydi, kameraga simlarni tashladik. Bino o'tyapti. 2,6 tonna sipan tashladik kabel. Biz shu yerimiz logistika markazi bo'lyapti. O'zbekiston pochtasi. Darajasini tak qo'ydik mana. Yoshlarga qarab chiqadi. Onu tavallar turadi. Shu yerlarda mana silajlar space akkelantiradi. Zakazga. Bu yerda kompyuterlar qo'yiladi. Xullas shu Uzun market va O'zbekiston pochtasi Andijondagi skladlar katta. U tomonda ham 3 nafa xona bor. Bir xil.